Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kundalik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoyning Tianjin shahrida o'tkazilayotgan Shanxay hamkorlik tashkilotida qatnashayotgan Turkiya raisi Recep Tayyip Erdo'g'an ve Türk devletleri başlıklarına Şərq Türkistan'da davamlaşıyotgan kişilik hukuk depsençiliki ve irqi qırğınçılığın gün tertibga elib kelishini talab qilgan. Xitoyning Tianjin shahrida o'tkazilgan Shanxay hamkorlik tashkilotining 25 navbatlik başlıklar yig'inida bu yig'inga qatnashgan Turkiya prezidenti Erdo'g'an mazkur tashkilotning xizmatlarini muayyanlashtirgan ve bu tashkilot bilan hamkorlikni kuchaytirganligini bildirgan. Turkiyada chiqadigan nido xabarlarining bildirishicha, Ozarbayjon prezidenti Ilham Aliyev bo'lsa, Xitoyning Şərq Türkistan'da ilib bargan irqi qırğınçılığını terrorga qarşı kurash deb buni qo'llaydiganligini bildirganligini yozgan. Shanxay hamkorlik tashkiloti O'rta Osiyo Jumhuriyatlari mustaqillikka erishgandan keyin Xitoyning mazkur davlatlarni o'z yeniga tortib, Şərq Türkistanning mustaqilligini qo'llashning oldini olish uchun qurgan rayon xarakterlik bexatarlik hamkorlik tashkiloti bo'lib, asta-asta xarakteri iqtisodiy, savdo sohasidagi hamkorliklarga kengaygan. Mazkur tashkilot a'zolari qonun nizomnomasini ma'qullab, Uyg'urlarning mustaqilligiga bevosita tahdid bo'lgan 3 xil kuchga zarba berish loyihasini ma'qullagan va hozirgi territoriyalarni qo'g'dashni o'rtaq qonun nizomnomasiga kirgizgan edi. 2001-yili Xitoy va Rossiyaning rahbarligida qurilgan bu tashkilot dastlabda bexatarlik va iqtisodiy hamkorlik sifatida o'ttirib qo'yilgan. Ammo amaliyotda u faqat Beijingning O'rta Osiyodagi ta'sirini kengaytirish va Sharq Turkistonni mangulik yutib olish ve Uyghur xalqining haqliq kurashlarini bostirishdagi qoral bo'lib kelmoqda. Xitoy hukumati bu tashkilotning hujjatidagi 3 xil razil kuch, terrorlik, bo'lginchilik, oshqulliq hukmini qalqon qilib, Uyghur xalqining erkinlik va hurlik yo'lidagi haqliq kurashini terrorlik qalbga keydirib bostirmoqda, qirg'in qilmoqda. Mana shundaq ahvolda Turkiya davlatlari Xitoy tashkillagan Shanxay hamkorlik tashkiloti soyasida Xitoyning zolim siyosatlariga sukut qilib, tarixiy qarindoshlik siniqidan o'talmagan. İqtisadi manfaat, strategiyalik tangpongliq ve Beijing bilan bo'lgan munosabat Sharq Turkistonning hurriyati, erkinligidan ustun ko'rilgan. Uyg'ur tarixining eng qiyin vaqtlarida ular so'ydigan qarindosh davlatlar ularga emas, balki Shanxayning soyasiga sodiqligini ko'rsatmoqda. Sharq Turkiston fojiasi faqatla Uyg'ur xalqining irqiy qirg'inchilik uchrash hikoyasi emas, balki Xitoyning zolim siyosatlarining Uyg'urlarga qarshi ishlangan irqiy qirg'inchilik oldida Turk dunyosining sukut qilishining hikoyasi. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu vaqtda bergan bayonotida Turkiya boshliq barliq Turk davlatlarini Xitoy bilan bo'lgan suhbatda boshqalarga ko'rsatgan mas'uliyat tuyg'usidek o'xshash sezgirlik bilan Sharq Turkistonda davomlashayotgan Xitoyning kishilik huquq depsenchiligi va irqiy qirg'inchilik qilmishlarini o'ttirib qo'yishni ta'kidlab mundaq deydi. Xitoyning rahbarligida faoliyat qilayotgan Shanxay hamkorlik tashkiloti qurilgandan buyon bu tashkilotning soyasida o'xshash irq, til va madaniyatdan o'rtaq bahramlangan Turkiston Jumhuriyatlari va uzun yillik qo'shnilarimiz va diniy qarindoshlarimizning Sharq Turkiston masalasidagi tutgan maydoni, Uyg'ur masalasiga parvosiz va sukut turishi Uyg'ur xalqining yuragini cho'nqir zedalamoqda. Xitoy hukumati Shanxay hamkorlik tashkilotini Uyg'urlarga qarshi ishlatib, Uyg'ur xalqining kimligini yo'qotish, dunyo ko'ngil biladigan tem bo'lgan Sharq Turkiston masalasini xalqaro suhbatlarda kun tartibga kelishning oldini olish va Uyg'urlarning ovozini besish, jimiqtirishni maqsad qilgan organ sifatida ishlatmoqda. Bu tashkilot Xitoy hukumatining an'anaviy va tarixiy strategik planlarining bir qismi bo'lib, bu plan Turkiya xalqi va davlatining Sharq Turkistonga qaratgan qarindoshlik rishtini yo'qotishni, O'rta Osiyodagi Turkiya davlatlarini bu plan uchun vosita qilishni maqsad qiladi. Bu ahvol Sharq Turkiston xalqini azoblamoqda va cho'nqir andishiga solmoqda. Yaqin qaylarda Xitoy hukumati xalqaroning tanqid oldida o'zining salbiy obrazini pardozlash, xalqaro jamoat fikrini so'zlashtirishni maqsad qilgan qisman ichib etish va cheklik ziyoratlarga ruxsat qilish, irqiy qirg'inchilikning yo'qligini his qildirish uchun bir qancha tadbirni yo'lga qo'ydi. Reallikda bo'lsa, Sharq Turkistonning har qaysi joylaridagi jazo lagerlari barliq asosiy kishilik huquqlarga, bo'libmi madaniyat va diniy erkinlikka qarshi zulm, to'solg'u va cheklamalar davomlashmoqda. BDT kishilik huquq oliy kengashining 2022-yildagi Uyg'ur dokladida tasvirlangandek, Sharq Turkiston xalqiga qartilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi turish jinoyati yana davomlashmoqda. Türkiye Cumhuriyeti tarixdan buyon Türk dunyosi, bo'libmi Sharq Turkiston turklar uchun eng zo'r kuchning manbasi va ulgusi deb qaralib keldi.
Bu sebepten Türkiye başlıq barlıq Türkiye dövlətlərini Uyğur məsələsi və Şərq Türkistan davasını faqatla Uyğurlarning davası deb bilməsligini, Şərq Türkistanda bir xalqning halak bo'layotganligini, məscidlərning vayron qilinayotganligini, balalarning oilasidan majburiy ayrilib, assimilyatsiya lagerlariga avatilganligini, Uyg'urlarning o'z zaminida nazorat ostida raqamli turmalarda yashaydiganligini unutib qolmaslikni ta'kidlash bilan birga, o'xshash madaniyat, o'xshash tarix va tomirlarda o'xshash qonni to'shiydigan Uyg'urlarning azob oqibatlari, hurlik, orzularga hurmat qilishini va buni har fursatda kun tartibga keltirishini talab qilamiz. Amerika Xitoyning Uyg'ur majburiy amki chetishlik mahsulotlarini cheklashni kuchaytmoqda. Amerikaning ta'minlash zanjirida Uyg'ur majburiy amki chetishlik mahsulotlarini cheklashi bargan sir kuchayotgan bo'lib, Tamojna va chegara qo'g'dash idorasining eng yangi ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, bu yil 1-oydan 5-oygacha chegarada tutib qolgan Uyg'ur majburiy amki chetishlik kuntaxtlarining qiymati 5 million 700 ming dollar bo'lgan bo'lsa, 6-oy ichidagisi 15 million 700 ming dollarga yetgan. Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasining tor betida bildirilishicha, Uyg'ur majburiy amkining oldini olish qonuni bo'lsa, vatanimizdan qazvilangan yoki ishlab chiqarilgan yoki majburiy emgak jinoyatiga chetishlik ma'lum o'rinlar ishlab chiqargan buyumlar va tovarlarni import qilishni ma'ni qildigan bo'lib, Amerika hukumatı yaqinda yana Xitoyning 5 sohasiga Uyg'ur majburiy emgak sababli cheklim qo'ygan edi. Bu haqda Amerika davlat bexatarlik idorasining bayonotida bildirilishicha, Xitoydan import qilinadigan po'lat materiallari, mis, liti, kaustik soda va chilang qatorliq mahsulotlarni Uyg'ur majburiy amkini cheklash qonuni bo'yicha cheklaydiganligini bildirgan. Amerika davlat bexatarlik idorasi ministri Kristen Noem bu haqda mundaq deydi: Amerikaning gullanishiga tahdid soladigan omillarni yo'qotish uchun axloqiy, iqtisodiy va milliy bexatarlik mas'uliyatini ado qilish majburiyati bor. Xitoy hukumatı Uyg'ur majburiy amkidan naf olmoqda va qul amkidan foydalanish to'lim yerginishlik. Biz Xitoy shirkatlarini qul amkini suiiste'mol qilib, oningdan manfaat olganlik uchun javobgarlik tortamiz. Ularning majburiy amgak orqali davlatimizning qimmat qarashi va gullanishiga egiladigan tahdidini yo'qotamiz. Amerika davlat bexatarlik ministrligi 14 avgust kuni yana majburiy emgak qonunini ijro qilish xizmat atirtik vakolatan Uyg'ur majburiy amkining oldini olish qonuni bo'yicha tizimlikka yana Sharq Turkistonda faoliyat qiladigan Xitoyning 37 shirkatining qo'shilganligini e'lon qilgan bo'lib, bu tizimlik bugunga qadar eng cho'ng darajada kengaytirilgan nusxasi ekan. Yangidan qo'shilgan shirkatlar ichida xalqliq mineral moddalar bilan ta'minlovchi va dunyodagi eng cho'ng to'qimachilik sohasidagi ishlab chiqaruvchilar bo'lib, bularning hammasi Uyg'ur majburiy amki bilan munosabatli bo'lib, bu shirkatlar dunyo miqyosida e'tirof qilingan. Sharq Turkistonning muhim mineral moddalarini qazish va pishqilab ishlash, Sharq Turkistonning paxtasi va Sharq Turkiston ishlangan polysion bilan quyosh taxtasini o'z ichiga oladi ekan. Bu qatimqi to'liqlangan nusxasida jazolash tizimlikidagi o'rinlarning umumiy soni 144 ga yetgan. Uyg'ur majburiy amkini cheklash qonuni ma'qullangandan keyin bu sohada keyingi 3 yilda ko'rinarli ilgirlashga erishgan. Bu muhim tirishchiliklar Biden Harris hukumatining yer sharidagi ta'minlash zanjiridan majburiy emgakni yo'qotish va Amerika iste'molchilari va korxonalarni bulg'angan mahsulotlardan qo'g'dash va'dasini aks ettirgan bo'lib, davlat bexatarlik ishlari kotibi Alessandro Mayorkas mundaq deydi: 37 shirkatni korxona tizimligiga qo'shish va umumiy sonni 150 ga yaqinlashtirishda biz majburiy emgakning rayimsizligiga qarshi turish kurashimizni, kishilik huquqi bo'lgan tavranmas va'damizni, erkin, adil va raqobat kuchiga ega bozorni bo'shashmay qo'g'daydiganligimizni yana bir qatim namoyon qildik. Yaponiya Uyg'ur jamiyati 8-oyning 30 va 31 kunlari Yaponiyaning Gifu viloyatidagi Tajimi shahri, Nakatsugawa shahri va Gifu shahrida ko'cha tashviqoti, rasm ko'rgazmasi va guvohlik yig'ini qatorliq bir yurish faoliyatlarini o'tkazgan. Nakatsugawa shahrida o'tkazilgan guvohlik yig'ini Yaponiya parlamentidagi Uyg'ur do'stlik guruhining raisi Furuya apandimning yurtida elib berilgan bo'lib, bu faoliyatga Yaponiya parlament a'zolari, 5 shaharning shahar boshliqlari, 60 dan ortiq yerlik parlament a'zosi va yaponiyalik korxonchilardan bo'lib 100 dak odam qatnashgan. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining Yaponiyani aylanib tashviq qilish faoliyatining eng oxirgi nuqtasi bo'lgan Gifu viloyatida elib berilgan bu faoliyatga hozirga qadar ko'rilib boqmagan darajada nihoyat ko'p sonli parlament a'zolari qatnashgan bo'lib, Yaponiyaning 47 viloyatini aylanib elib borgan bu faoliyatning oxirgisi intayin ahamiyatli bir shaklda oyoqlashgan. 8-oyning 30 va 31 kuni Yaponiya Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishida Yaponiyaningki Gifu nahiyasida bir yurish faoliyati bo'ldi. Bu faoliyatlar bo'lsa, birinchisi
8 ayının 30 günü Tajimi şəhərinin Tajimi bekat aldida bir meydan Uyg'urlarning vaziyatini tunishtirgan ko'cha tashviqot faoliyati bo'ldi. İkincisi olsa 8 ayının 30-31 günü 2 gün Tajimi bekatining ichida Uyg'urlarning vaziyatini tunishtirgan resim ko'rgazmasi bo'ldi. O'xshash yana 8 ayının 30 günü kechda Eyna şəhərdə bir meydan guvohlik berish yig'ini bo'ldi. Biz faoliyat qilgan vaqt bo'lsa, shu bir yilning ichidagi eng issiq kunlarga bizningki Tajimi bekat oldidagi tashviqot faoliyatga issiq qaramay yerlik parlament a'zolari bizni qo'llag'ili keldi va nihoyatda odamni ta'sirlantirgudek nutqlarni so'zlab bizga bo'lgan qo'llashini ifodaladi. Resim ko'rgazmasi bo'lsa, Tajimi shahrining qo'llashi bilan Tajimi bekatninki koridorlarga bizningki Uyg'urlarning tarixi, madaniyati va hozirgi zulmlarni aks ettirgan rasmlarni choplab bir resim ko'rgazmasi qildik. Bu bekat kirib chiqqan aholilar qadamini to'xtatib, nihoyat astoydillik bilan bu rasmlarni ko'rdi. Ba'zilar texnik ma'lumot talab qilib bizni tushuntirish berishni talab qildi. Biz akagan materiallar vardı. Bu materiallarni 400 yurish materiali kelgan 2 kun faoliyatda 400 yurishlik materialning hammasi tarqatilib bo'ldi. 30-sizlar kechda Yaponiya Uyg'ur do'stlik gruppasining raisi Furiya Kej efendimning o'rinlashtirishida Nakatsugawa shahrida bir meydan guvohlik berish yig'ini bo'ldi. Bu yig'inga davlat parlament a'zolari, Gifu nahiyasining parlament a'zolari va yaqindagi shaharlarning parlament a'zolari, korxonchilar qo'shilib yuzdek odam qatnashdi. Bu yig'inda bizningki Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Ahmadjon apandim nihoyatda Uyg'urlarning vaziyati to'g'risida tafsili bir doklad berdi. Furiya apandimmi 2012-yili Uyg'ur do'stlik gruppasining qurilganligini va shu vaqtda Yaponiyada ochilgan Dunyo Uyg'ur qurultayininki yig'inda Xitoyninki Tokio turishliq elchixonaninki qanday buzg'unchilik qilganligini va Yapondagi parlament a'zolariga tahdid xat avatganlikni ishlarni bir eslab o'tdi. 2021-yili biz Yaponiya Uyg'ur jamiyati Yapondagi davoni butun Yaponninki shaharlarga bir berimiz deb plan tuzgandik. Bu jarayonda 4 yil o'tibdi. 4 yil o'tgan bugunda biz Gifu'dagi faoliyatimizni tugatgan bilan Yaponiyaning 47 nahiyasining hammasiga bir berib Uyg'ur davosini bevosita anglatgan bo'ldik. Ba'zi yerlarga ko'p qatim bordik, ba'zi yerlarga oz deganda bir qatim bordik. Shunaq to'xtamay har xil shakllarda bu davoni anglatish nihoyat muhim deb o'ylayman. Gifu'dagi faoliyatmi, Gifu'dagi aholilarning Uyg'ur masalasiga bo'lgan tushunchasi bir ko'tarildi deb o'ylayman. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.